Yaponiyada 3,5 yildan beri istiqomat qilib, hozirda O'zbekistonga qaytib keldim. Qiyinchiliklar rosa ham ko'p bo'ldi. Albatta, bezdagi mentalni ishlab bor, lekin albatta u ham ninani uchida ishlaganda ishlaymiz. Ertalab ishga borishadi, kechki payti qaytishadi va dam olishadi, ertalab yana ish. Bolam, chaqam, yo bo'lmasam sal o'zimga hayot bag'ishli, sal hayotdan bahra olay degan narsa yo'q. Boshqa ishim ham bor. U endi sir bo'la qolsin, o'sha yerdan dahotim juda ham ko'paydi. 10 soatda topadigan pulimni shu musofirchilikda o'qib chiqqanimdan keyin hozir 5 soatda o'shani topyapman. Super. Hozir ko'p insonlar chetga chiqib ketishni o'ylashyapti ekan. Chetda ham baribir qiyin. Istaklarim juda ham ko'p. Albatta musofirchilikdan birinchi o'rinda qaytish. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Erta tong bilan bugun musofir guruhimizda o'qiydigan, Yaponiyadan tashrif buyurgan Suhrob degan uchenigimizni chaqirdik va u bilan intervyu qilish boshladik. Inshaalloh o'ylaymanki, bu suhbatimiz barcha musofirdagilar uchun, barcha tomoshabinlarimiz uchun maroqli va insightli suhbat bo'ladi deb o'ylayman. Suhrob, xush kelibsan. Assalomu alaykum ustoz. Ishlar qanday? Rahmat, yaxshi. O'zingiz ham yaxshimisiz? Rahmat. Hayot qanday bo'lyapti? Hayot past balandi bilan Xudoyimga shukr yaxshi ancha. Mashalloh. Boshla, yoshing nechida? Meni yoshim hozirda 25 ta. Andijon viloyatidanman. Yaponiyada 3,5 yildan beri istiqomat qilib, o'qish orqali ketib, o'sha yerda o'qib ishlab, hozirda O'zbekistonga qaytib keldim. Ta'tilga. Yaxshi. Xo'p. Yaponiyada hayot tarzi qanday? Qaysi davlatlarda bo'lgansan? Hozirda men o'zimga rivojlangan davlatlar ichida birinchisi shu Yaponiya bo'ldi. Endi kelajakda bo'lishi mumkin, masalan, Amerika yo boshqasi. Bu yo'q endi vaqt ko'rsatadi. Niyatlar bor bir. Boshqa davlatlarda ham musofirchilik bilanmi? Yo'q. Ustoz kabi dam olishga. Inshaalloh. Inshaalloh. Xo'p. Qanday qilib Yaponiya borib qolding? Yaponiya majbur qildi. Albatta, oldin men o'qishni bitirganman. O'qishni bitirib keyin sotviy remont bo'yicha ishlaganman. Andijonda. Keyin uni orasida xolamning o'g'illari bor. Ular Andijonda mashinasozlik universitetida o'qib, 2 yilini Yaponiyada o'qishni ko'chirib Yaponiyaga ketgan edi. Bu yoqqa borib, sharoitlarni ko'rib, ishlarda shu o'qish tarzini ko'rib turib, men ham kelsam mana shu yerda ancha yaxshi bo'ladi degan niyatda menga o'qigan, maslahat berganda men ham harakat qilib, o'qish orqali hozir o'sha yoqqa borib o'qiyapman men ham. Sen ham o'qiyapsan, ham ishlayapsan? Ham o'qib, ham ishlayman. Maqsad o'zi musofirchilikdan o'qish bo'lganmi yo ishlash bo'lganmi? Albatta, biz o'zbekistonlik insonlar ko'pi chet davlatga ishlash bo'yicha o'qiladi. Hammani ham birinchi niyat, orzusi mablag' bo'ladi. Shu hisobida o'qib, menda ham mablag' topib, o'zimni tikkalash bo'lgan. Hozir zatni o'qiyapsan. O'qishni tashlab qo'ysang nima bo'ladi? O'qishni tashlab qo'ysammi? O'qishni tashlab qo'ysam hammasi orqaga ketadi. Ishlay olmaysan? O'qishni tashlab yuborsam agar, bizda o'qish orqali viza olganmiz. O'shani haftalik soati bor. Agar o'qish tashlab qo'ysam, avtomatik u soatlar ignor bo'lib, o'chib ketib qoladi. Men boshqa joyda ishlay olmay qolaman. Albatta, bezdagi mentalni ishlab bor, lekin albatta u ham ninani uchida ishlaganda ishlaymiz. Hozir ishlayotganingda demak ruxsat bor. Hozir albatta bor ustoz. Ham o'qib, ham ishlash. Shunday. Xo'p, qaysi yo'nalishda o'qiyapsan? Hozir men IT biznesing bo'yicha o'qiyapman. Sifrovoy biznes deyapman. Albatta. Xo'p. O'zimizda qayerda o'qigansan? O'zimizda faqatgina kollejda o'qiganman. Keyin Qirg'izistonga axborot texnologiyalari bo'yicha universitetga kirganman. U yerda ham 2 yil o'qiganman. Shu Yaponiyaga ketish orzusi uyg'ongandan keyin u yerdagi o'qishimni 10 yilga muzlatib qo'yganman. 10 yilga. Vashshe super. Qirg'izistonda ochni o'qigansan-da? Ha, ochni o'qiganman. Yaxshi. Xo'p, Yaponiyada hayot tarzi qanaqa? Yaponiyada hayot tarzi, masalan, kunlik tarzimmi? Yo'q, umuman odamlarning dunyo qarashi, hayot tarzi, odamlarning dunyo qarashi rosa ham qaynaydi Yaponiyada. Qatarda bo'lgan
chempion mirada ko'rdim. Yaponiya fuqarolarini hammasi stadionni qanday tozalab ketayotgani. U haqiqatdan ham shunaqami? Ha, albatta. Yaponiya juda ham pokiza shahar. Nihoyatda. U yoqqa borganingizdan keyin o'zingiz ham o'shalarda xarakterikasiga tushmaslikdan ilojisi yo'q. Ana odam uyaladida, masalan, ozgina nojoiz ish qilishgani. Masalan, bu narsa yaponchasiga gomei deydi. Axlat, musor. Shularni masalan baklashgani o'zimiz chet-betga qo'ygani o'zimiz uyalamiz. O'shani uyimizgacha olib ketamiz. Mashalloh. Hayot tarzi qanday o'tadi odamlarda? Hayot tarzi Yaponda anaqasida, sistemasida ertalab ishga borishadi, kechki payt qaytishadi va dam olishadi, ertalab yana ish. Shu sistemada bir xil. Rostdan. Aylanish, yo'q. Bayramlar. Yo'q, menimcha u bayramlar bor. Qadrli bayramlarni qilishadi. Lekin xanu-xuni anaqa bayramlariga e'tibor qaratishmaydi. Shu sababli ancha rivojlanib ketgan deb o'ylayman. Insonlar bu narsadan baxtli demak. Bo'sh vaqtlari faqat ish bilan o'tayotgani, bizga o'xshab choyxona. Yo'q, unday narsalar yo'q. Men o'zimni eng yaqin yapon do'stlarim bor. Unda gaplashaman, unday narsalarga vaqtimiz yo'q deydi. Qadriyatlar nimaga asoslangan? Qadriyatlari shu o'zlarini qadriyatlari bor. Avvaldan qilib kelishadi. Masalan, nimani aytsak bo'ladi qadriyatlariga? Umuman nimalar yoqadi ularga, nima yoqmaydi, nima ularni jahlini chiqarishi mumkin, nima ularning kayfiyatini buzishi mumkin. Xo'p, nafsoniyatiga tegishi mumkin. Birinchi navbatda nafsoniyatiga manaqa asabini buzadigan narsa behurmat qilganligi. Masalan, men suhbat qilyapman-da, shu birorta yaponni behurmat qildim. Masalan, qanday qilib? Masalan, nojoiz qattiq gapirib qo'ydim. Shu holatlarda ozgina asabiylashman bo'ladi. Chunki yaponlar deyarli 98% bitta rejimda vaqt mobaynida ishlashadi-da. Shuni hisobiga stressga bog'lanib qolishgan. Shunday. Krisiy bek. Albatta. Xo'p, u hayot tarzi senga yoqadimi yo yoqmaydimi? Endi men deyarli 100% yaponlarning sistemasiga kirmaganman, lekin albatta ularning sistemasiga kirsam menga yoqmaydi. Chunki o'ta rejimga bog'lanib qolishganki, faqat o'zlaridan o'qiladi-da. O'zlarini poddeshka qilib, o'zlarini o'ylab ishlashadi. Masalan, bolam, chaqam, yo bo'lmasam sal o'zimga hayot bag'ishli, sal hayotdan bahra olay degan narsa yo'q. Ularning hayot mazmuni nimadan iborat? Ularda hayot mazmuni ishdan. Ishlashadi, dam olishadi, ishlashadi, dam olishadi. Shunday. Rivojlanish bor, lekin maza qilish yo'q. Shunday. Meni nazarimda va men o'zim ko'rgan yaponlarimning ichida. Chunki men masalan albatta O'zbekiston sharoitida ham bor. Masalan, o'zini mazza qilib, chet ellarga borib dam oladiganlar bor. O'zini ishga bag'ishlab olgan insonlar ham bor. Albatta, chet viloyatlarda bo'lishi mumkin-da bunaqa narsalar. Men o'zim Tokio shahrida yashayman. Meni zonamda faqat shu insonlarni ko'ra bilaman. Faqat ish uy. Albatta. Qadrli do'stlar, bu suhrobni hayot tarzidagi, okrujeniyasida insonlarning hayot tarzi bu degani u hamma unaqa yashaydi degani emas. Biz o'sha определенный kontinentni olyapmiz, chunki suhrob ham musofir bo'lganligi uchun aynan o'sha ish qaynayotgan shaharda, Tokioda hozir istiqomat qilib bilim olyapti. Xo'p, musofirga qanday yozilib qolding? Musofirga men avvaldan sizni kuzatib kelardim Instagramda. Ko'pini kuzatardim. Keyin bir kuni siz shunday musofirlarga chiroyli loyiha qilyapman, kuzatishda davom etsanglar ko'p yangilik bo'ladi deganingizdan keyin men har doim Instagramni kuzatib bordim. Ustoz qanday yangilik qilar ekan degan narsa menga qiziq bo'lgan. Keyin o'sha yangilik chiqdi, musofirlarga 1 yillik o'qish imkoniyatini beraman degandan keyin men juda ham xursand bo'lib ketdim. Men ko'ra bildim, shu narsani men yozilishim kerak degan niyat bo'ldi va ustozni
registratsiyasiga yozildim. Yaxshi. Xo'p, nimalar olding musofirdan? Musofirda yashash tarzidami? Musofirgacha qanday hayot tarzi bor edi? Musofirdan keyin nimalar o'zgardi? Musofirgacha bo'lgan hayot tarzida qiyinchiliklar rosa ham ko'p bo'ldi. Ustozni darsligi boshlangandan keyin albatta birinchi 3 oyligi insonda rivojlanish bo'yicha ustida ishladik-ku ustoz. Shuni hisobida men o'zimni qirralarimni ko'rdim. Men ham xuddi shu yaponlar singari ish uy shu tarzga kirib ketayotganimni his qildim. Ungacha his qilmagansiz? Ungacha his qilmaganman. O'zim shunaqa bo'lgan. Uydagilar bilan bir haftada bir marta, 10 kunda bir marta suhbatlashgan vaqtlarim ham bo'lgan. Bu shunaqangi achinarli holat lekin. Endi albatta ko'zdan yiroq, mehrdan yiroq deb bekorga aytishmasan ekan. Ancha mehrdan anaqa yiroqlashib qolgan ekan. Do'st og'ayni degandek. Xo'p, musofirdan olgan. Musofirgacha demak hayot tarzi ish uydan iborat bo'lgan. Shunday bo'ldi. Musofirdan keyin nima, qaysi ranglar kirdi? Musofirdan keyin o'zimni ustimda rivojlanish bo'yicha ishlay boshladim. Va o'zimni rivojlanayotganimni juda ham katta his qildim. Masalan, ruhiy deymizmi, fizikiy. Men xuddalik bir to'rtburchak kubiyga tushib qolgan ekanman-da. O'zimni rivojlantirganimdan so'ng o'sha kubiyni men yorib chiqa oldim. O'zimga ancha e'tibor qaratishni boshladim. Bu hayot ish uydan iborat emasligini his qildim. Xo'p, musofir asosiy vazifalari bu o'sha aynan birinchi anglashdan boshlanadi. Nimalarni anglading asosan? Musofir loyihasidami? Musofir loyihasida masalan musofirlikda qolib ketishim men uchun ancha hayotdan uzilishimga, ota-onamda ancha yiroqdaligimni, bitta qilib aytganda musofirchilikda meni umrim o'tib ketishligini tushunib yetganman. Olinayotgan insaytlardan nimalar tavsiya berarding odamlarga? Olinayotgan insaytlarimdan ko'proq kitob o'qishni. Imkoniyati bor ekanmi musofirda yurib turib ham o'qib, ham ishlab, ham bilim olishni? Albatta imkoniyati bor. Negativ bo'lmasin, bu Yaponiyada aytib qo'yish kerak-da. Men Suhrob hayot tarzini aytaman, qadrli do'stlar, qandayligini. Xo'p, hayot tarzi shanba, yakshanba kunlari biz dars o'tamiz. O'zbekiston vaqti bilan 21:22:00 da. Xo'p, Yaponiyada necha bo'ladi? Yaponiyada 21 bo'ladi. Anaqada. O'zbekistonda 21 da boshlasak, soat 1. Agar 9 kechqurun dars boshlasak, bo'ladi 1 bo'ladi. 1 kechqurun bo'ladi, qadrli do'stlar. Xo'p, 10 da boshlaydigan bo'lsak, 2 kechqurun bo'ladi. Darsimiz kamida 2 soat davom etadi. Suhrob 4 gacha kamida dars qiladi. Xo'p, keyin nima bo'ladi? Yana bitta narsani aytaman. Ustoz siz bilan dars boshlaganimizda boshida agar eslasangiz soat 10 da boshlardik. Bizda soat 2 bo'lardi. Shu boshida rivojlanish ustida dars o'tayotganimizda ba'zida 3,5 soatga ham, 4 soatga ham bordi. Shunaqa. O'shanda bizda O'zbekiston Yaponiya soati bo'yicha 2 da boshlanardi. 6 da tugagan bo'lganda bizda. U yerdan keyin nima desa bo'ladi? Dars tugataman. Shunda xonamga o'tib, yuz qo'limni yuvib, o'qiguncha vaqt rosa ham tezdi. O'shandan keyin soat 8 da men yana o'qishga chiqib ketardim. Mana shu narsani bilganimda maza qilgandim o'zim. Mazani nima uchun qildim? Sen uxlamaganing uchun emas. Shunaqa shogirdim borligidan maza qildim. Rahmat ustoz. Chunki Rossiyada farqimiz 2 soat. Ularda 12 bo'ladi. Sizlar bilan demak 4 soat vaqtimiz bor. Shunda Rossiyadan ba'zi birlar kirardi. Shu
kirgani bilan charchaganday, dars qabul qilmayotganday turardi-da. O'zi eng vaqtlisi O'zbekiston bo'lsa kerak orasida. Hop, Angliyada o'quvchimiz bor, unda ham kech bo'ladi. Yana qayerdan bor edi? Sizlarning gruppa Gruziyada bor. Gruziyada endi vaqt oralig'i qancha bilmadim. Eng kechgacha o'tiradigani va san ekaning. Shunday. Xo'p. Qiynab qo'ymadimi bu hayot tarzi? Musofir loyihasidami? Aha. Aslo yo'q. Masalan, boshida siz darsni boshlaganda albatta soatlarni kelishib olamiz dedingiz. O'zbekiston soati bilan 10 da boshlanadi dedingiz. Hammaga ma'qulmi deganda men o'zimga ma'qul ko'rdim shu soatni. Mayli, men ozgina sabr qilib o'qishim kerak shunda. Bu hozir men bitta men uchun qolganlarni vaqtini ham o'qimaydi dedim. Men o'sha soatga ko'rib indamadim. Yaxshi. Boshqa birovlar shu narsaga qarshilik bildirishi mumkin bo'ladi. Masalan, shu kommentariyaga ham yozishingiz mumkin. 2 kechqurun olayotgan, hamma uyquni shirin vaqtida olayotgan bilimingiz sizga manfaat keltiradimi, manfaat keltirmaydimi? Bungacha biz Suhrobdan so'raymiz. Xo'p, manfaatli bo'ladi, biror narsa kiradimi 2 da uyqudan qolib bilim olish? O'zgacha boshqa insonlarni bilmadim-u, lekin meni rejimimda albatta kiradi. Chunki undan oldin bo'lsa, meni ish soatimga to'g'ri kelib qoladi. Demak, men ish soatimda ishlashim kerak, pul topishim kerak. U soatda men dars o'tsam, meni vaqtim o'tib ketdi. Pul ishlashim kerak edi. Men mancha summadan qoldim degan xayol bo'ladi menda. Darsga kirmagan kunlaring ham bo'lganmi, bo'lmaganmi? Albatta bo'lmagan. Biror marta. Oxirgi shu O'zbekistonga qaytayotganimda necha marta, 2 marta kirmay qolgan bo'lishim mumkin. Nozim akam biladi. 2 marta bo'lish kerak, da. Xo'p, zapisdan tomosha qildingmi keyin? Albatta qilaman doim. Zapisdan. Albatta. Qiziq bo'ladimi zapislar? Zapis lekin mana живой darsda o'tirgan kabi qiziq emas-u, lekin insightlar, darslarni o'zlashtirishga yaxshi. Oldingi darslarimizdan zapislarni ham tomosha qilasanmi, tomosha qilmaysanmi? Ana birinchi zapislarni albatta tomosha qilaman. Tradingga oid barcha rivojlanishlar bo'yicha hammasini tomosha qilib ko'rib kelaman. Xo'p, baribir bizani kuzatadigan ko'pchilik musofirlarga ham qiziq bo'ladi. Xo'p, Yaponiyadan qancha pul topasan? Mablag' kim ustoz? Sir bo'lsa. Xo'p, ortadimi? Da, ortadi. Demak, boshqa davlatlarga nisbatan yaxshi topasan. O'zimizni O'zbekistonga nisbatan, Qirg'izistonga nisbatan yaxshi topiladi. Negaki, nimaga bu davlatlarni keltiryapman? O'zim ishlab ko'rgan davlatlar sababli. Masalan, men Gruziyada yo Amerikada yoki Angliyada ishlab ko'rmaganman men. Ularni sistemasini ham bilmayman. O'zimni tajribamdan kelib chiqib Yaponiyada yaxshi topsa bo'ladi albatta. Til bilish zarurmi u yerda? Albatta. Sen til bilasan demak. Alhamdulillah. Yaxshi. Borishdan oldin o'rgandingmi yapon tilini yo o'sha yoqqa boribmi? Yaponiyaga borishdan oldin o'qishga bordim. Kursga, yapon tiliga. Yapon tiliga borganman. U yerda albatta IELTS men misol qilaman. Darajalar bor albatta. Men ham Yaponiyada eng pastini o'rganganman. Ko'proq men so'z yodlaganman ustoz. U yoqqa borgandan keyin men rosa ham qiynalgan baribir. Nimaga desak, misol uchun 1 dan 5 yozsak, masalan 5 eng balandi bo'lsa, biz u yoqqa borgandan keyin bu o'zbekistonlik yangi kelibdi, bunga eng past bir darajada gaplashaylik degan fikr yo'q. Ular mana 5 hisobida gaplashadi-da, o'shanda ko'p qiynalganman men. Hozir necha darajada bilasan? Hozir yapon tilini bir 75-80% bilaman. Bu tajriba orqasidan, praktika orqasidan. Albatta. Yillar davomida shu qoqilib, ezilib. Xo'p, til bilmaganing uchun kamsitishganmi, kamsitishmaganmi? Yo'q, aslo. Yaponiyada bu narsa yo'q. Yaponiyada yo'q. Boshqa davlatlarda Rossiyani men bilmayman. Rossiyada bo'lsa men bo'lganman, til bilmasang bo'ldi.
унижение bor. Yevropa davlatlarida ham xuddi shu holat. Ba'zi birlarida, конечно. Xo'p. Yaponiyada demak u narsa yo'q. Yo'q. Men birinchi borganimda restoranda ishlaganman. Menga masalan o'sha yerda anaqa bo'lganda shunaqa voqea bo'lgan, qoshiqni ber degan. Qoshiqni olib kel deganda men borganmanda boshqa sheriklarim har xil davlatlardan. Xitoyliklar bor, hindlar bor. Birga ishlardik. Men ulardan so'ray desam bilmayman. Men qo'limga kirgan narsani ko'tarib bordim. Boshliq mana deb ko'rsatsam suhrob degan. Hozir men o'shalarni eslayman. Chunki hozir men yaponchasini bilaman-da uni. Suhrob degan bu narsa boshqa narsa. Yur senga men o'rgataman deb turib borib, o'sha narsani menga qo'li bilan mana bu narsa qoshiq bo'ladi deb ko'rsatgan. Bu boshliq qilgan bu narsani. Xuddi shunday. Men bitta narsani aniq aytishim kerak. Meni qo'llab-quvvatlagan Yaponiyada 100% demayman, bir 70%ni shu meni ishdagi boshlig'im menga yapon tilini o'rgatgan. Chunki 7 oy davomida qo'lda ishlaganman. O'sha yerda menga yapon tilini o'rgatgan. Hamma odamlar shunaqa? Yaponlarni demoqchimiz? Masalan, hozir sen aytayotgan insightdan har bir boshliq o'ziga olishi kerak bo'lgan narsada bir bilmagan xodimi bir narsani bilsa, unga borib, olib, ko'rsatib, bu конечно kaizen sistema, Yaponiyadan chiqqan sistema. Bu narsani ko'pchilik odam qilmaydi. Yaponiyada qanchalik odamlar qiladi bu narsani? Yaponiyada foizga taqqoslasak 80% qiladi. Albatta keyin nochda ham ishlaganman do'konlarda. Yapon sherigim bo'lardi. O'sha bitta sistemada ishlayib stress bo'lib qolgan. Gapirmaydi ham, boshqa qilmaydi, faqatgina biror narsa yoqmay qolsa gapirmasdan manaqa u narsalarni otib, u narsa qilib ozgina behurmatsizlik qildirardi. Masalan, menga aytgan gapini men tushunmay qolsam, menga aytmaydi-yu, boshqa odam o'zi bildirib qo'yadi. U haqiqatdan stress, depressiyada turgan odam boshqa birovga jahlini chiqarishi mumkin, qachonki u narsaga u o'rgatilgan bo'lmasa odamga emas, buyumga chiqargan holda chiqaradi. Xo'p, musofir loyihasini pluslari nimalar bor? Musofir loyihasini pluslari eng go'zal, eng zo'r, yuzbahoga baholaydigan bilim anaqasi bor. Plusi. Xo'p, masalan, bir kishi hozir bizani kuzatyapti, Rossiyadan yo Yevropadan. Xo'p, musofirda qatnashishni o'ylayapti. Kirsammikan, kirmasammikan, uncha pul berishga arziydimi, arzimaydimi? Nimalarni o'rganaman? Haftada 2 kun ekan, tim bo'la har kun emas ekan deyapti. Unga nima maslahat berasan? U insonga albatta o'zini yaxshi ko'rsa, o'ziga ishonsa, o'ziga shu narsani o'rganib, o'zimda natija qila olaman degan inson bo'lsa, kirishini 100% maslahat beraman. Xo'p, hozirgi hayot tarzing qanday o'tyapti? O'zbekistondan? Yaponiyada, musofirdan keyin. Musofirdan keyin juda ham go'zal. Xo'p, nimalardan boshlanadi? Albatta daromaddan boshlanadi. O'sha qiralar ochilgandan keyin ishlayotgan joyingda ham oyliging ko'tarildimi? Ishlayotgan joyimda oyligim ko'tarilgani yo'q. Qandaydir boshqa ishim ham bor. U endi sir bo'la qolsin. O'sha yerdan dahotim juda ham ko'paydi. Bu qilayotgan faoliyatingdan trading aloqasi yo'q? Yo'q, umuman boshqa narsa ular. Buni asosiy sababi nima deb o'ylaysan? Asosiy sababi bu hayotda o'zimni rivojlantirib, men o'sha narsalarni o'ylamay qo'ydim, pul topishlarni. Men shunchaki soatda ishlayman, o'zi daromad keladi. Oldin shunaqa bo'lganki, qanday qilib pul ko'p soat ishlasam, pul ko'p topaman degan anaqa bo'lgan. O'y xayol bo'lgan. Lekin musofirchilikda o'qib, o'zimni rivojlantirganimdan keyin umuman dohodni o'ylamay qo'ydim. O'zim shu bilimimni, ustoz podkastlarini eshitib, o'qib yuraman. O'zi alhamdulillah
daromadim yaxshilanib ketdi. Mashalloh. Yana bir narsani aytaman. Oldin 10 soatda topadigan pulimni shu musofirchilikda o'qib chiqqanimdan keyin, hozir ham o'qib kelyapmiz shu rivojlanishda. Hozir 5 soatda уже o'shani topyapman. Super. Mana shu narsa birinchi marta, birinchi va ikkinchi darsimizda aytgandik ham. Xronometraj qilasizlar, vazifalaringizni keyin hafta oxirida hisoblaysizlar. Ha. O'shanda ishlayotgan daromadlaringizni, o'zi ham ishlayotgan joylaringizda ham oyliklaringiz bemalol ko'tariladi deganimga ishonching bor edimi, bu yo'q edimi? Albatta. Chunki sizni tajribangizdan o'tgan, sizda natijaga erishgan maslahatlarni albatta biz o'quvchilarga bergansiz o'sha yerda. Ba'zi bir odamlar o'ylaydi-da, ishlayotgan joyimda o'zi tam $500 beryapti, $1000 beryapti, qilgan ishimga yarasha beryapti, yana bilim olsam qanday bu oyligimni ko'tarishi mumkin, xo'jayinim tam oylik ko'taradigan odam emas, falon sumadon deyish mumkin-da. Lekin o'z ustingda ishlashni boshlaganingdan keyin aniq nimadir bo'ladi, qo'shimcha daromad kelib qoladi. Xuddi shunday bo'ldi. Men o'ylaganim yo'q. Chunki men soatli ishlayman-ku. Men u yerdan dohodim ko'p keladi deb o'ylamaganman. Qandaydir o'zidan o'zi baraka kirdi. Ruhiy agar anaqamiz bor, -1 deydi. Birinchi 1dan qilganman. Ruhiyatimni ko'tardim, +4 ga chiqqan hozir. 5 ga hali beri chiqmadi. Inshaalloh. Chiqadi hali. Inshaalloh. Есть куда расти deydi-da ruslar. Xo'p, umuman endi olingan bilimlar bo'yicha nimalarni o'rganding 3 oy davomida? Tradingdan daromad qilyapsanmi? Qilmayotgan bo'lsang, nimaga qilmayapsan? Qilayotgan bo'lsang, qancha qilyapsan? Xo'p, nimalar o'rganding trading masalasi bo'yicha? Trading masalasi bo'yicha juda ham zo'r bilim olyapman, ustoz. Avvalgi bilimlarga nisbatan juda ham go'zal. Sen oldin tradingdan xabaring bor edi? Internet orqali. Internet orqali o'rganib, o'qiganman. Hammasi bir pul ekan. Keyin men o'yladimki, shunaqangi bir zo'r ustoz topishim kerak. Shu insonni qanoti ostida men o'zimni rivojlantirishim kerak degan fikr bo'lgan. Shu fikrda sizni ko'rib, uchratib, sizni ancha kuzatib, keyin sizni loyihangizga yozilganman. Bilimlar bo'yicha bozorda ko'ra bilish вообще zo'r. Qandaydir ko'pchilik faqat patternlar bilan ishlaydi albatta. Qandaydir strategiya bilan. Klassikadan ham вообще zo'r strategiyasi ustoz. Tan olish kerak buni. Daromad qilyapsan trading. Daromadga keladigan bo'lsak, hali beri boshlamadim. Chunki sababi bor. Sababi hozir birinchi navbatda kuzatyapman bozorni. Kuzatib, tajriba yig'ib, keyin boshlamoqchiman. Xo'p, sizlarning asosiy beriladigan vazifa ustozdan tayyorsizlar desa boshlaysizlar, realda savdo qilishni, tayyormassizlar desa boshlamaysizlar. Xuddi shunday. Xo'p, sizlarga tayyorsizlar deb aytildimi kuratorlaringiz tomonidan? Albatta aytildi. Aytildi. Xo'p, yana nima uchun bozor kuzatyapsan unda? Hozirda men bozorda ishlay boshlamaгаnim sabab bor. Chunki Yaponiyada bo'ldim. Chunki ish soatimiz bilasiz, kunduzi, kechasi bo'lsa 1:12:30da bo'shayman. Bizda kechasi soatda savdo qilish mumkin emas. Albatta o'zimiz sessiyamiz bor. Shu sababli menda ozgincha kech qolish vaziyat to'g'ri kelib qoldi. Lekin analiz, demo show savdo qilyapsan? Albatta ustoz. Xo'p, endi ko'pchilik aytishi mumkin, demo shotda savdo qilinsa, tam emotsiyalaringiz, tam demo shotda million qilaman, sistemani boshqarish mumkin emas deydi. U narsaga nima deysan? Men o'zimni dunyo qarashim bilan aytsam, men demo shotda bir marta ochdim, lekin mazza qilmadim. Chunki aytadi-yu, hobbing bo'lsin, qo'pol qilib aytganda, ishingni kayfini qil deydi-ku. Shuni hisobiga men demoda kayf qilmayman. Lekin men albatta realga o'tsam, o'zimni yorib tashlayman. Hozir olgan bilimlaringni demoda qo'llayapsan. Undan lekin o'sha xohlagan emotsiyalaringni olmayapsan.
Tushunarli. Qachongacha davom etishi mumkin bu? Bo'ldi, уже boshlaymiz realni. Inshaalloh. Xo'p, musofir guruhasiga kirganga qancha vaqt realga savdo qilmaysizlar degan uslovga bo'lgan? Minimum hozir Qancha pulni o'ylamaysizlar degan uslovga bo'lgan? qancha pulni o'ylamaysizlar? Necha oygacha? 6 oygacha. Hozir qancha o'tdi? Hozircha 5 oy. 5 oy. Yana 5 1 oy. oy bor ekan. Yana 1 oy bor. Inshaalloh. Xuddi shunaqa qadrli do'stlar, musofir guruhiga yozilgandan siz keyingi oydan pul ishlamaysiz. Bu narsaga ruxsat bermaymiz. Sizga qanchalik pul zarur bo'lmasin, qanchalik yonib turgan joylaringiz bo'lmasin, musofir gruppasi va musofir loyihasi bu bugun kirdingiz, ertaga pul ishlab ketasiz degan loyiha emas. Uni asosiy maqsadi nima musofirni san aytgin? Asosiy maqsadi musofirdan ketib o'z yurtiga, ota-onasini bag'rida shu musofirchilikda topayotgan mablag'ini ota-onasini bag'rida baxt hisobida topishini maqsad qilib qo'yilgan bu loyiha. Shunaqa qadrli do'stlar. U uchun tayyorgarlik kerak. Siz katta pul ishlamoqchi bo'lsangiz, demak sizga tayyorgarlik kerak. Xo'p, tayyorgarlik nimadan boshlanadi? Tayyorgarlik shaxsiy rivojlanishdan boshlanadi avvalambor. Undan keyinchalik trading, finans, investitsiya darslari qo'shilib boriladi. Lekin siz emotsional holatingiz tayyor bo'lmagunicha sizga umuman pul yo'qotishga ruxsat berilmaydi. Chunki siz hali tayyor bo'lmaganingizda qancha pulingiz bo'lmasin, siz yo'qotasiz u pulni. U pulni yo'qotmaslik uchun biz sizni vaqtlar davomida tayyorlaymiz. Xo'p, nimalar tavsiya etasan musofir loyihasi bo'yicha odamlarga? Musofir loyihasi bo'yicha o'qishga tavsiya qilaman albatta. Chunki musofirda o'zim yashadim, musofirda hayotini bilaman. Qanchalar qiyinligini, qanchalar ota-onasidan yiroqda, bola chaqasidan yiroqda qiyinligini bilganim hisobiga o'qishsin, tajriba yig'ishsin va shu ota-onasini bag'rida mazza qilib yashashsin. Inshaalloh. Xo'p. Hayotingga nima o'zgartirishlar kirgizding musofir loyihasidan keyin? Hayot tarziga, yangi privichka, yangi xarakter nimalar paydo bo'ldi? Oilangga qaytib kelding, mana hozir sandagi o'zgarishlarni sezishdimi, sezishmadimi? Albatta sezishdi. Masalan, o'zimga kirgizgan insightlarimdan, yangiliklarimdan biri o'zimga e'tibor berish, o'zim ustida ishlash. O'zim ham sport bilan shug'ullanishni boshlaganman. Birinchi navbatda insonni sog'lig'i. Meni sog'lig'im juda ham zo'r bo'ldi. Hozir ozgina Yaponiyadan kelgan hisobimga ozgina shamollash bor. Havo almashish. Havo almashish hisobiga. Lekin juda ham katta o'zimga nima desa bo'ladi? O'zgarish kirgizdim deya olaman. Hayot tarzini 4 ga bo'ladigan bo'lsak, bir kuningni birinchi qismi uyqu bilan o'tayotgan bo'lsa, ikkinchi qismi nima bilan o'tyapti? Birinchi qismi uyqu bilan o'tsa, ikkinchi qismi qanchadir foizi daromad qilish shu ish bilan o'tyapti. Uchinchisi albatta bilim. Bilim bilan o'tyapti. Munosabatlar вообще dahshat. Insonlarga bo'lgan samimiylik oshdi, hurmat. Albatta endi biz ancha Yaponiyada 3,5 yil bo'lyapti. 4-oyda 4 yil bo'ladi. Suhbatlash ohangimiz ham yaponlarga nisbatan samimiy va go'zal bo'lib ketgan. Oila bilan munosabat? Oila bilan munosabat juda ham yaxshi, alhamdulillah. Har kun vaqt bormi gaplashishga? Albatta. Hozir yo'q edi. Ilgari umuman yo'q edi. Hatto o'zimga qarashga vaqtim yo'q edi. Yana bir narsani aytaman. O'zgalarga yolg'on, mengachin bir haftada 5 soat uxlaganman. Oldin. Shu Yaponiyaga borganimda. Bir haftada 5 soat. 5 soat. 1 soatdan. Shunday, qanday bunaqa bo'lgan? Endi bilasiz, bu yerda ancha daromadimizdan olib, o'zimizga investitsiya qilib Yaponiyaga ketganmiz. O'sha tez orada u investitsiyani chiqarib olish kerak. Shuni hisobiga ikkita ishda ishlaganman. Yaponiyada 10 soat, 6 soatda 1 soat yaponchasiga kuyke deydi, 1 soat dam olish. Shuni orasida men dam olganman.
ishdan Qiyinmasmi unaqa hayot tarzi? voy zombi shu qiyinligi sababli shu musofir loyihasiga yozilganman. Yaxshi. Hozir dam olishing qancha vaqt ketyapti endi? Butun hayotim dam olish ketyapti hozir. Yaxshi. Musofir loyihasi necha foizga hayotingni o'zgartirdi? Hozirda 80%. 80%. 80%. Demak, yana o'sishga joy bor. Bor albatta. Hali olinmagan bilimlar, o'smagan darajalar juda ham ko'p. Xo'p. Tilaklaring, istaklaring, maslahatlaring. Istaklarim juda ham ko'p. Albatta musofirchilikdan birinchi o'rinda qaytish. Inshaalloh. Ota-onamni bag'riga. Hali qaytmabsan? Hali beri qaytmadim. Hozir faqat mehmonlikka kelding. Mehmonlikka. Yaqin kunda qaytib ketaman inshaalloh. Inshaalloh. Xo'p, qaytib ketayotganing alam qilmayaptimi? Yana o'sha hayot tarzi, yana tam ish, o'qish va hokazo. Ozgina jazolaydigan joylari bor. Jazolayapti baribir. Chunki yana boramiz. O'sha yaponskiy rejimga albatta kiramiz. Avvalgidan ko'ra ancha yaxshi. Baribir shu yerda ustozlarni oldida yaqin insonlarni mehr ko'zda bo'lib mehrlarni his qilib yurishlikka yetmaydi baribir. Inshaalloh. Butunlay qachon qaytmoqchisan endi? Butunlik xudo xolasa niyatlar bor, tez orada qaytish. Qancha taxminan inshaalloh? Mani o'qishim inshaalloh 1 yilda bitadi. O'qish bo'lmasa borarmiding, qaytib bormasmiding? O'qish bo'lmaganida bormas edim. O'qish bo'lganligi uchun boryapsan. Albatta. O'qishim bor. Ba'zi bir muxlislarimizga men Suhrobni sansirab gaplashishim qiziq tuyular. Bu narsaga e'tibor qaratmaysizlar deyman, chunki musofir loyihasida biza bir-birimiz bilan o'sha aka-uka bo'lib, bitta oila bo'lib, onlayn formatda bo'lsa ham shunaqa yaqinlashganmiz. Har bitta odam endi bir-biriga yaqin tutganligi uchun hozir Suhrobni studiyamizda sizlab qanaqadir u jonli chiqmaydi. O'sha uchun tam aybga buyurmaysizlar. Men o'zim ukamday ko'rib, birinchi marta ko'rishyapmiz musofir loyihasidan offlayn tarzda. Shu paytgacha har doim onlayn ko'rishganmiz. Har bitta o'quvchimizga alohida fokus qaratamiz. Xo'p, shuning uchun bizning oramizdagi samimiyat mana shundan iborat, qadrli do'stlar. Offlaynda ham, onlaynda ham. Xo'p, nimalar tilab qolasan odamlarga? Odamlarga o'z ustida ishlashini tilayman. Albatta musofirchilikdan qaytishini so'rayman. Qiyin baribir musofirchilik. Shu yerda harakat qilsa albatta bo'ladi. Hozir ko'p insonlar chetga chiqib ketishni o'ylashyapti ekan. Chetda ham baribir qiyin. Hamma yoq tosh-tor ozosi bor. Shunaqa. Shunday. Shu hisobidan o'qishsin, izlanishsin, bilim olishsin. Bu hayotda shunday narsa bo'lar ekanki, bilimdan boshqa hamma narsa tortib olinar ekan. O'zimda bo'lgan narsa, shu Yaponiyada yashab yurganimda ham omad demayman-ku, qandaydir hayot yaxshilandi. Shu paytda yo'q bo'lib qoldi. Ozgina siqilishlar ham bo'ldi. O'shani tushunib yetdimki, bilimim bo'lsa o'sha yerda qiynalmasligimni his qildim. Xo'p, kakras keyingi oxirgi savollarimdan biri hayotingdagi 3 ta xatoing. Hayotimdagi 3 ta xatoyim. Sizlarda birinchi darsda o'tilganda bu qilgan kamchiliklaringiz ro'yxati, omadsizliklar ro'yxati, xatolar ro'yxati. Undan keyin Кто красавчик degan mavzusi bor edi. Xo'p, 3 ta katta xatoing nimadan iborat bo'lgan? 3 ta katta xatoyim. Birinchisi o'qib, izlanib, yaxshi ustoz tanlashda kech qaror qilganim. Birinchisi. Hozir 25 yoshga kirdim. Albatta 3 yil yo 2 yil oldin shu qarorni qilganimda balkim hozir menda ancha yaxshi bo'lardi. Hozirga nisbatan. Albatta O'zbekistonda yashayotgan bo'lar edim. 3 ta eng muvaffaqiyatli qarorlaring. Birinchisi Yaponiyaga ketish qarorim bo'lgan. Albatta o'zimni rivojlantiraman, dunyo ko'raman, yaxshi daromad qilib qaytaman degan qaror bo'lgan. Albatta Yaponiya davlatiga chiqqandan keyin alhamdulillah fikrlashim, dunyo ko'rishim ancha o'zgargan. Birinchi to'g'ri qarorim shu bo'ldi. Ikkinchi
to'g'ri qarorlarimdan biri ustozda musofirlar loyihasiga yozilganim bo'ldi. Inshaalloh 3-to'g'ri qarorim endi bo'ladi, O'zbekistonga qaytish bo'ladi. Inshaalloh. Inshaalloh. Bu hozirgacha. Xo'p, 3 ta maslahat ber endi odamlarga. 3 ta maslahat. Aynan shu musofir hayotida yashayotgan odamlar uchun 3 ta maslahat. Musofirda yurgan akalarimizga, opalarimizga. Bugun Suhrob birinchi kun Yaponiyaga boryapti. Musofir bo'lib, nima maslahatlar berarding? Yaponiyagami? Yo'q, umuman. Tasavvur qil, sen 3 yil oldin, 3 yildan beri Yaponiyadamisan? 3 yil oldin Yaponiyaga kelding. 3 yil oldingi Suhrobga nima maslahat berarding? Bugungi bilimlaringdan kelib chiqqan holda. Hozirgi tajribamdan kelib chiqib 3 yil oldingi Suhrobga 2 yildan keyin O'zbekistonga qaytishini maslahat berardim. Maksimum demak 2 yil. Maksimum 2 yil. Hop, birinchisi Va shunaqangi zo'r loyihada ishtirok etib, masalan, bilim olib, o'z ustida ishlashini va bilimga ega bo'lishini tavsiya berardim. Chunki ana shu bilimim yo'qligi sababli ozgincha qiynaldim men. Uchinchisi, o'ziga ishonishini, harakat qilsa barchasi O'zbekistonda orzu emas, ro'yo bo'lishini. Imkoni bormi, yo'qmi? Albatta bor. Ko'pchilik aytadi O'zbekiston, O'zbekiston bu. Yo'q. O'zbekistonni qanaqaligini albatta shu musofirchilikda qiynalib yurgan ayollarimizdan, aka-ukalarimizdan so'rashsa, juda ham chiroyli maslahat beradi. Endi qanaqa insonlardan so'rash kerak? Qiyinchilikda yurgan. Hozir ko'pini bilamiz. Albatta, sanoqli bo'lishi mumkin. Chetga chiqib ketib, faqat o'zi uchun yashab yurganlar ham yo'q emas, bor. Ulardan emas, albatta qiyinchilikda hayot kechirayotganlardan so'rashsa, o'sha insonlar albatta to'g'ri maslahat beradi. Chunki zar qadrini zargar biladi. Albatta, ustoz. Xo'p, qadrli do'stlar, bizani musofir loyihamizning birinchi intervyusi deb bu narsani maroq bilan tomosha qilasizlar va unda insight oldingizlar deb o'ylayman. Xo'p, qanday kitoblarni o'qiding? Shu bo'yicha ham maslahatlar ber. Kitob o'qiyotgan bo'lsang yoki bilim olishing uchun, masalan, hozir kimdir musofir loyihasiga yozilishga balkim puli yo'qdir, balkim vaqti yo'qdir. Umuman nimalar qilishini maslahat berarding? Menga eng zo'r yoqqani albatta ustoz juda ham katta bilimga ega bo'lgan audio kitob Niyatning kuchi degan kitobingiz bor. Shunday anaqa insonlarga bepul berdingiz. O'sha narsani kuchi rosa ham zo'r ekan. Men o'shani eshitib juda ham maza qildim. Aynan o'sha Niyatning kuchi Valeriy Sinelnikovning kitobini, qadrli do'stlar, YouTube'dan bepul formatda topishlaringiz mumkin bo'ladi. U kitobni eshitgan har bitta odam aniq fikrlash doirasi o'zgaradi. Chunki har bir qilayotgan ishlarimiz, har bir natijalarimiz bu bizning niyatlarimizga bog'liq. Xo'p, yana bormi? Yana 2 dona kitob bordi. Rosa ham uzun-ku, 6 soatlik, 4-5 soatlik. Hozir nomini ozgincha eslolmayman. Atom odatlar. Birinchisi Niyatning kuchi, ikkinchisi Atom odatlar bor edi. O'sha подсознание может всё g'ayrioddiy, ong osti mo'jizalarimiz. Ongni rivojlantirish nihoyatda zo'r kitoblar ekan. Uni oddiy eshitish kerak emas, mazmunini chaqib eshitsa maza ekan. Uni qanday qiladi? Uni bilamiz, bitta o'tirishda hammasini eshitsa, miyasi ozgina tormozlanib qoladi. Albatta 20 minutdan eshitsa, nihoyatda go'zal bo'ladi. Undan tashqari, qadrlisi, bitta bloknot olasizlar. Bloknotga insightlaringizni yozib borasizlar. Nechta bloknoting bor sen? Mana 3ta bloknotim bor. 3ta bloknot. Super. Xo'p, nimalar uchun mo'ljallangan 3tasi? Bittasi shu rivojlanish bo'yicha. Uning ichida boshda o'tgan rivojlanish bo'yicha yozganman. Keyin insightlarni yozib boraman. Ikkinchisi albatta ustozning bilimi, tajribasidan kelib chiqqan bilimlari bor. O'shalarni yozib chiqaman. Uchinchisi hayotiy. Shunaqa qadrli do'stlar. Xo'p, biz sekin-asta yakunlasak ham bo'laveradi. Musofirchilikda yurgan insonlarimizga birinchi o'rinda eng katta maqsadlaringizga
yetishlaringizni tilab qolaman. Eng katta maqsad har bir musofirda, конечно, bu oilasi bag'riga qaytishi, vataniga qaytishi. Xo'p, uning uchun sabablar juda ham ko'p. Vataniga qaytishi uchun oldingizda bo'lgan muammolar, pul bilan muammolar, tam ish bilan muammolar, bularni o'ylamang. Alloh rizqingizni garanti deb qo'ygan. Shuning uchun u narsadan qo'rqmasangiz ham bo'laveradi. Faqatgina oldingizda qo'ygan maqsadlar tomon yaxshiroq harakat qilib sabablarni qiladigan bo'lsangiz, inshaalloh hammasi xayrli bo'ladi. Yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'ladi. Xo'p, siz bilan musofir gruppasi Yaponiyadan kelgan shogirdimiz. Rahmat ustoz. Xo'p, va Umidjon Razikov, Razon Traders jamoasi. Hammaga xayr. Keyingi sonlarda ko'rishguncha. Rahmat ustoz. Rahmat ustoz. Juda go'zal suhbat bo'ldi.